Salom, men shu do'konda sotuvchisiman. Sizga nimadir kerakmi? Ha, salom. Menga mana bu televizor kerak edi. Bera olasizmi? Bu eski televizor, sizga nima keragi bor? Ishlatib ham bo'lmaydi. O'zi to'g'risini aytsam, menga televizor kerak emas. Menga korobkalar kerak. Menda pul bor. Bor, yo'qolib qol. Barchaga salom. Men Kompot, bizning yangigina videomizga xush kelibsiz. biz bugun men juda ham zo'r challenge o'ylab qo'ydim. Qanaqa challenge deb o'ylayotgan bo'lsanglar, hozir ko'rdinglar, kirib qolmoqchi edim, lekin do'konda bitta ham yo'q ekan, ya'ni berishmayapti. Bor ekan, просто berishmayapti. Mening challenge'im shundan iboratki, men nima deysiz, korobkaman, o'zimga uy yasab, o'shaning ichida 24 soat yashab ko'rmoqchiman. Albatta bu juda ham qiziq bo'lishi uchun, hayotda yasab ko'rdim, juda ham ajoyib ekan. Shunga Minecraftda ham yasab ko'rishga harakat qilmoqchiman. Davay bo'lmasam, albatta kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Challenge oxirigacha ko'rmoqchi bo'lsanglar va hozir biz do'konlardan umuman ololmadim. Davay bo'lmasam, reja B ga o'tamiz. Reja B qanaqa demoqchi bo'lsanglar, korobkalik rudalarni topamiz. Qanaqa rudalar bormi o'zi deb o'ylayotgan bo'lsanglar, o'zi bormi yo'qmi deb o'ylayotgan bo'lsanglar, da bor, faqat mini Minecraft'imda shunaqa mod qo'shganman. O'shaqa modim bor. Hozir biz pastga tushib topib kelamiz deb bo'lmasam ketdik, o'zi ham ancha vaqt qidirishga to'g'ri keladi. Menimcha bo'ladimi o'zi, bo'lmaydimi? O'zim ham bilmayman, lekin o'zi bu yerlarda bo'ladimi? Lekin kamdan kam chiqishi mumkin yoki bormi? Yoki ko'plar chiqishi mumkin. Adashmasam bilmadim yana. Anaqini bilmayman. Nima bo'lsa ham chiqib ketaveraylikchi. Hozircha bu yerda chiqmaydi. Koordinatalar sal indiroqda. Davay. O'zi ham necha soatdan beri qaziyapman, topolmayapman. Opa, topdim bola. Topdim. Ure, topdim. Ko'raylik, xuddi o'zi. Men temirga o'xshab turibman birinchida. Mayli, hozir qazib olamiz birinchi bo'lib. Davay. Sekingina men yana bo'lsin, iltimos. Xo'sh, menimcha mana xuddi o'zi. Korobkani xuddi o'zi, faqat yarmi. Bundan hali bularni yig'ib turib, bitta korobka qilasan. Uncha ham ko'p korobka bo'lmaydi, lekin mayli, nima bo'lsa ham davay bo'lmasam let's go. Mana bu joylarni 8 soatdan so'ng. Bolalar, men shuncha yig'ib keldim. Menimcha bunda normalnilar chiqadi. Men bilmadim, lekin normalni yig'dim. Hali invertarimda ham bor, yana ozgincha. Menimcha bulardan normalnilar korobka chiqadi. Davay bo'lmasam bolalar, let's go. Xo'sh, mana buni qo'yamiz. Mana, menda hozir 10 ta, hozir sinov uchun bitta qo'yib ko'ramiz. Mana, qaranglar, xuddi rostdagi ham korobka, o'zi ham chotki korobka. Bu oddiy, zo'r, вообще zo'r korobka. Va bu juda ham ajoyib. Sal sindirish qiyin bo'lyapti, lekin normalniy zo'r yaxshilar. Hozir buzamiz. Mana bularni o'zi ham nastoящий korobka. O'zi ham yaxshi bo'ldi, o'zi ham butdik. Oldingi videoni ko'rgan bo'lsanglar, mana bu bedrockli 24 soat yashab ko'rganman, bedrockli uyda. Endi esa mana bu korobkali uyda 24 soat yashab ko'ramiz. Qanaqa qiyinchiliklar bo'lishini bilmadim, oldindan bilmaymiz, lekin nima bo'lsa ham qiyinchilik kamroq bo'lsin deb qolamiz. Nima bo'lsa ham mayli. Davay boshlaymiz, tezlashaylik iltimos. Xo'sh, mana davay. Oppa, mana bu joyga, yaxshi. Mana bu yerga qo'yamiz. Yo'q. Davay, yaxshi, juda ham ajoyib bo'lyapti. Oppale. Juda ham ajoyib. Uzr, adashib ketdim. Mayli, nima bo'lsa ham davay. Endi esa mana bu joylarga, sal tejab ishlatishimiz kerak, chunki korobkamiz juda ham ko'p emas, shuning uchun sal tejabroq ishlatamiz. Mana bu joyga qo'yish kerak bo'ldi. Ustini polni yopib bitdim. Juda ham yaxshi bo'ldi. Endi esa tomini ham qilib bitdik, bo'ldi, juda ham ajoyib. Endi esa mana bularni qo'yib chiqamiz. Bular nima deyotgan bo'lsanglar, bu hozir men sizlarga ko'rsataman. Bu oddiy narsa emas. Bunga mana bu korobkani bunday qo'yib qo'ysa bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Ko'rdinglar, shunday qo'yib chiqamiz. Oppa, juda ham ajoyib. Yaxshi. Oppa, bo'ldi. Mana polni ham bitdik, hamma yerini bitdik. O'zi ham chotki, eng zo'r uylardan biri bo'ldi menimcha. To'g'rimi? Korobkalik uy juda ham ajoyib. Nima bo'lsa ham, mayli. Hozir biz tayyorlanib olishimiz kerak bo'ladi. Endi bu yerda yashashimiz uchun, bu yerda chiqmaymiz. Umuman chiqishimiz mumkin emas bo'ladi. 24 soat ichida umuman chiqish mumkin emas. Hech narsa olish mumkin emas. Hozir men o'zimning uyimga har narsalarni chachib qo'ydim. Hamma narsalarni chachib qo'ydim. Nimalarni olishga ulguraman. 10 sekundda olishga, qo'limga tushgan hamma yo'lda olishim kerak bo'ladi. 10 sekundgacha ulgurishim kerak bo'ladi. Davay bo'lmasam boshlashimiz kerak bo'ladi. Uygacha. Davay bo'lmasam boshlaymiz. 1
2, 3. Давай. Tezlashga. Taymer boshlan. Tezroq olishga. Hamma yoqda olishga. Ol. Tezroq ulguramiz. Nimalarni olishga, hamma yoqni olib tashlashga. Tezlashga. Vaqt yetmay qoldi. Vaqt yetmay qoldi. Bolalar. Vaqt yetmay qoldi. Men divonimni voy. Ozgina yetmaydi. Mayli, nima bo'lsa ham noutbukim olmoqchi edim. Maza qilib o'ynab o'tirmoqchi edim. Endi ancha qiyinlashadi. Qanday zerikaman. Nima bo'lsa, qarachi biz hozir yaxshilab tayyorlanib, yaxshiyam butilka olganim, ichiga suv to'ldirib olamiz. Juda ham ajoyib, yaxshi bo'ldi. Endi bularni olish vaqti yo'q. Hozir tezroq ketishim. Qarachi hozir men bu yoqqa kiraman va shuman taymer boshlanadi. 24 soat yashaymiz. Bo'ldi. Let's go. Mana eshik yopildi. Endi eshikni umuman ochish mumkin emas. 24 soat ichida biz shu yerda yashaymiz. Voy bola, juda ham qiziq bo'ladi video. Albatta kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Bizda qanaqadir like blok bor va 6 ta suv va qanaqadir nangilar bor. Bizda yana mana bu suvlarni taxlab qo'yamiz va hozir bizda juda ham ajoyib korobkali uy bor. Juda ham ajoyib. Va eng qizig'i, men jinniga o'xshab qanaqadir jajgal olganman. Jajgal axir bu yerda yonib ketadi-yu. Nima keragi bor? Afsus, bekor olgan ekanman o'zi ham. Buni o'rniga boshqa narsa olsam bo'ladi. Telefon, noutbukni olsam bo'ladi. Mayli, bizda hozir to'shakni o'rniga shu ham bo'lib turaveradi. Normal to'shak hisoblanaveradi. Bu ham zato yotsa bo'ladi. Xo'sh, bizda ovqat ham bor, sal kamroq bo'lsa ham zato bor. Menimcha yetib qoladi. Mayli, tejab ishlatishimizga to'g'ri keladi. Bizda qilich bor. Yaxshi, bizga juda ham yaxshi. Bizda yana korobka ham bor. Nastoящий korobka o'zi ham. Juda ham zo'r o'xshatishgan. O'zi ham korobkaman. Tak. Xo'sh, bizda yana nima bor? Bizda yana taxta ham bor ekan, ya'ni daraxt. Daraxtni esa bizga hozircha mana bu zo'r idea bor. Mana bu joyga bunday qo'yamiz va televizorni qo'yamiz. Juda ham ajoyib, yaxshi televizor olganim narigi do'kondan. Shunga televizor xo'sh. Nimaga televizor yoqmayapti? Yo. Yaxshi. Ikkitani ichib bitdim o'sha. Menimcha televizor yoqilmayapti. Endi shu muammo. Aytganda o'zi ham yaxshi ishlamaydi deganda. To'g'ri aytgan ekan. O'sha 2 soat bo'ldi, haligacha vaqt juda ham sekin o'tyapti nimagadir. 24 soat yashashim kerak yana. Endi 2 soat o'tdi. Endi 2 soat. Qaranglar, zo'r narsalar topib qoldim. Qaranglar, men hozir taxmin qilib gapirib ko'raman. Menimcha men shu qaranglar, o'zim fikrimni aytaman, sizlar ham o'zingizlar fikringlar albatta kommentga yozib ketinglar. Qarachi, bu 3 ta narsa nimaga kerak deb o'ylaysizlar? Qarachi, menimcha bu mana bu zontik, qarachi, bu korobkani zontik bilan to'sish kerak. Bo'lmasam yomg'ir yoqqanda ho'l bo'lib o'ladi degan ma'noda tushuntiryapti deb tuyulyapti menga. Bu esa nimaligini bilmadim, lekin bu только tepaga degandek tushuntiryapti. Bilmadim, yana tepagami shunaqa deyapti. Yana bular bizniki esa qiyshiq bo'lib turibdi. Bu endi esa bu stakan bu stakaningizda suv ko'tarib yurganingizda to'kilib ketmasligi uchun yoki bilmadim. Salom, sizlar, men qishloqman. Bugungi biz qanday qilib mana bu poroslarni tozalashni o'rgataman. Juda ham ajoyib bo'ladi. Davay boshlaymiz. Tushunmadim, nimaga ishlamayapti? Hozirda yaxshi ishlab turgandi-yu, yana o'chib qoldimi? Pulti ham ishlamayapti, endi zo'r o'ynagandim, o'zi ham 2 soat degandi. Yana o'chib qoldi. Endi nima qilamiz? Endi qanday yondiramiz? Qanday yondirishni ham bilmayman, afsuski. Mayli, endi esa nima qilishni ham bilmayman. Xo'sh, juda ham zerikali. Bizda ovqat ham sal kamroq qoldi. Mayli. 5687 5000 o'zi ham charchab ketdim sani urib. Juda ham zerikarli bo'lib ketdi o'zi ham bola, nimagadir zerikib ketdim. Televizor ham ishlamayapti. Umuman ishlamayapti televizor. Afsus. Nima bo'lsa ham aytgancha bizda Lucky Block bor-ku. Davay Lucky Blockdan ochamiz. Iltimos ovqatmi, nima bo'lsa ham tushsin, iltimos. Juda ham ovqatni ochdi, lekin nima bo'lsa. Men shu gulni yeymanmi? Qaysi jinni Minecraft? Men ustimdan kulyapti. Atay challenge juda ham qiyinlashtiryapti bu yaramas Minecraft. Atay shu gullarni chiqargan bola. Men gullarni nima qilaman men gulni? Mayli. Bitta zo'r ideya bor. Davay gullarni ekib ko'ramiz. Davay. Kimni yo'q deydi? To'g'rimi bola? Hozir men sizlarga bitta bu qonun bo'yicha menimcha bo'laveradi. Xo'sh, mana buni qo'yamiz.
Xo'sh, kaltakcha bilan korоче hozir men sizlarga qarab tur, kirka yasab beraman. Qarab qali kirka, judayam ajoyib sinib ketmasa bo'ldi ish qilib. Yo-mayo, даже kirkada ham sekin sinyapti bu. Oppa bo'ldi sinadik. Yo-mayo, sekin ko'kko'shka joyiga, ko'kko'shka. Bola ko'ryapsanmi? Qamalab ketganini. Yo-mayo. Menimcha bu judayam xatarli, mayli. O'zimizga yana qilich ham yasab olamiz. Judayam yaxshi. Bo'l. Olmozdek qilichman, teng ekan kuchi. Yo-mayo, qanday yaxshi, qanday yaxshi. Davay unda, vau, judayam ajoyib qilich. Endi esa bironta narsa yasaymiz, короче, karton va bizga aytgancha yana kerak bo'ladi, matiga kerak bo'ladi. Albatta biz endi fermer bo'lgandan keyin matiga endi bo'lmasa uyat. Afsus, buni ishlata olmayman, davay, afsus. Qanday ishlatsam bo'ladigina? Bitta zo'r ideya bor. Mana qaranglar. Oppa, judayam yaxshi ishlayapti. Mazza qildim o'ziyamchi ishlatganimda. Tushunmadim. Nimaga bola уже qaranglar, bulutlar qorayishni boshlayapti. Faqat yomg'ir yog'masa bo'ldi bugun. Iltimos yog'masin o'zi bu yerda 24 soat yashashim kerak-ku axir. Agar yog'ib ketsa polniy yo'q bo'ladi va yashay olmayman, afsus. Iltimos aytgancha men o'zimga bruni yasab olishim kerak, ehtimol qarshi yana sal bo'lsa ham yomg'irdan asraydi meni, yana shamollab qolmasligim uchun ham yaxshi bo'ladi. Davay, короче hozir kiyib oldim bo'ldi. Men endi korobkali odamman. Короче, korobkali o'yinchi judayam ajoyib, judayam kulgili ozgina. Nima bo'lsa ham judayam ajoyib-ku. Kapot, qalaysan, yaxshimisan? Sen meni uyimda nima qilyapsan? Bu yerda challenge bo'lyapti, tushunmayapsanmi? Menga nima qilsa bor? Bor, chiqib ket iltimos. Bola уже qorong'i tushyapti. Уже qorong'i, yo-mayo, уже qorong'i. Уже 10 soat o'tdi menimcha. 10 soat o'tdi. Endi qanday bu yerdan? Iltimos, tezlashishimiz kerak faqat. Iltimos, endi 10 soat yana. Yo-mayo, yana. Nimani ovoz eshitildi? Yo-mayo, sizlarga ham eshitildimi ovoz? Menga eshitildimi? Mayli, nima bo'lsa ham uxlash kerak. Nimani ovoz? Yo-mayo, yomg'ir! Bola yomg'ir yog'yapti. Yo-mayo. Yomg'irni qanaqa bo'lsa ham to'xtatish kerak. Qanday to'xtatsak bo'ladi? Qanday? Bola yordam kerak. Buni to'sib tashlash kerak. Короче, hozir bizni nima qilib bo'lsa ham to'sish kerak. Qaranglar, bola hozir hammasi ivib ketadi. Tezlashish kerak. Faqat tezlashimiz kerak. Nima qilib to'xtatsak bo'ladi? Davay, taxtaman to'sib qo'yamiz. Taxtaman to'sish kerak. Mana buni qo'yamiz. Ehtimol qor tushib ketmasligi uchun. Oppa, yaxshi, juda ham yaxshi. Yopamiz. Mana bu chegaralarga ham qo'yib chiqish kerak. Ehtimol qarshi tushib ketmasligi uchun. Agar tushib ketsa, meni ham ustimni bosib qo'yadi va o'zim ham birato'la challenge'imga qo'shib yuvib ketaman. To'g'risi, xo'sh, mana bu joylarga bo'ldi. Menimcha endi ancha xavfsiz bo'ldi. Adashib ketdim. Endi esa bemalol yotsam bo'ladi. Menimcha endi bemalol yotamiz. O'zi ham juda ham menimcha balki juda ham sovuq bo'lib ketdi, lekin ozgina yonib qilsam ekan solmasa. Yonib ketadi. Bu menimcha juda ham xatarli narsa. Qo'y, tinchgina o'zimizni. Yo-mayo, nimalar bo'ldi? Yo-mayo, nimalar bo'lib ketgan? Qaranglar, bola tom prosta yo'q bo'lib ketgan bu. Bola 24 soat o'tib to'g'ri bola. Challenge'ni juda ham ajoyib o'tkazdik bola. Vau! Shuncha mehnatimizga va shuncha 24 soat shu korobkada yashaganimiz uchun kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'yinglar. Juda ham zo'r challenge bo'ldi menimcha. Bu korobka ham yo'q bo'lib ketibdi pashti, qaranglar. Yo-mayo, nimalar bo'lib ketgan? Yo'qib tashlabmiz. Nima bo'lsa ham juda ham zo'r bo'ldi bola. Albatta kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'yinglar. Sizlar men kompot bo'lim. Keyingi videoda ko'rishcha hammaga xayr bo'ling. Buni endi buni olib tashlash kerak. Yo-mayo, mayli, nima bo'lsa ham, mayli, aytgancha yana o'chirish esimdan chiqib qolibdi. Mayli, yana bir marta hammaga xayr. Sizlar men kompot bo'lim. Keyingi videoda ko'rishcha hammaga xayr.